Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Bugun ko'pchilar kutib turgan 7 TH motorli va uning orqasida esa 500 kilogacha yuk ko'taradigan arabasi. Endi bularni qisqacha tashrif ketamiz. Kimga shu video yo'q edi bo'lsa, hozirroq videoga bitta like tugmasi, kommentariyga omad yozib qo'yinglar. Do'konga kelganlaringda mana shunda 7 TH motorli yoki boshqa 17 kilo 15 kilo motorli xarid qilib olganingizda do'kon ichida barabanda bonuslar mutlaqo tayinga xarid qilib olishingiz mumkin. U holda videomizni boshlaymiz. Bu original 7 TH motorli Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan bo'ladi. O'yib yozilgan baklarga ko'rishlar mumkin. Haqiqiy zavod mana ko'ryapsizlar, hamma o'yib yozib qo'ygan bo'ladi. Yoqil usullar bizim moqlar 3 litrli. Xohlaganlaringiz zavodni orqali xohlagan bo'ladi. Xo'p, endi esa o'zinglar maslelni o'zi qanaqa ishlashini traktor chakasi juda ham yaxshi biladi. Ballonlar juda ham katta 410 ballonlar yumshoq ballonlardan qo'yib ishlangan bo'ladi. Reaktorlar juda ham katta qilib ishlangan ko'rishlar mumkin. Avvalgilardan ko'ra ancha baquvvat. Hamda motorlar moydatchi bu moydatishsiz bemalol yog'ingizni nazorat qilib bera oladi. Xo'p, endi rullarga o'tsak, rullarni ko'rasizlar, bemalol uzun arabada o'tirgan holatda bemalol yeta olasiz. Oldiga ikkita skor, orqaga bitta skor bilan jihozlangan bo'ladi. O'chirib yoqish esa bitta knopka orqali bo'ladi. Gazi bor. Xo'p, endi ko'ryapsizlar, hamma yaxshi. Endi motorligimizda o'zida komplektda nima bor degan ekan, shu komplektlar 7 TH motorligi va mana shu ko'rtirgan freza 8 qator har biri bo'linini ko'ryapsizlar. Xohlasa 3 qator, 2 qator, 1 qatorli qilib ishlasangiz bo'la oladi. Xo'p, aytayotganda 8 qator bo'lgan frezasi bitta TH motorligi dokument kulchi va 1 yil garantiyasi bo'ladi. Mana shu yerda yozgan tormoz ham bor ekan. Endi biz orqadagi arabasini tanishtirib ketamiz. Orqadagi arabasi 500 kilogacha yuk ko'taradigan araba bo'ladi. O'tirish joyi taxtdan, oyoq qo'yish joyi taxtdan bo'ladi ekan. Ishlari universitet aylanma ishlar bo'ladi. Motorlik o'zini-o'zi birdaniga haraketimi araba ag'alamaydi yoki arabingiz ag'alasa motorlik ag'alamaydi ekan. Arabamiz ballonlar esa juda ham katta yaxshi ballonlar foydalangan yumshoq yurishlarga gap bo'lishi mumkin emas ekan. Juda ham yaxshi. Endi ishlarga ko'rishlar mumkin ekan. Qancha yuksizdan metr shag'al, g'ish, shlekablok nima so'zdan bemalol 7 kilo motorga startib bera oladi. Listlar esa country listlardan pishiq qilib ishlangan bo'ladi. Xo'p, endi taglan o'zimiz har xil profillarga asos taglan ko'rsatamiz. Mana akalar taglan ko'rishlar mumkin. Ko'ryapsizlar, har xil o'zimiz juda ham qalin qilib ishlangan biz. Ko'ryapsizlar, juda ham qalin qilib ishlangan profillardan biri hisoblanadi. Ko'ryapsizlar, mana arabani yiqitib qo'ydi, motorga ag'anadi. Gapimga bemalol isbot qilib bera olaman. Xo'p, aytayotdim, ballonlar juda ham yumshoq qilib ishlangan. Yurganingizda bemalol sizga yaxshi yura oladi. Xo'p, kimga shu turdagi orqasida 500 kilogacha yuk ko'taradigan araba mana shu turgan 7 kilo motorli qisqa bo'ladigan bo'lsa, ekran pastga nomerini yozib qo'yapman. Bemalol aloqaga chiqishlar mumkin bo'ladi. Bundan keyin qiziqroq video so'rashlik uchun obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Manzil so'ragan ekansiz, manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'kon Optims'ning birinchi bazasi agroservis bo'ladi. Xo'p, endi bu ukajonim menga 7 kilo motorga xarid qilib oldi. Endi esa ichkari barabani ham bitta ko'rsatib ketdi. Barabanda nima savollar bor degan ekansiz. Endi esa barabamiz ko'ramiz. Men ko'rsataman-ki, har bir tonnaga yuk ko'taradigan arabalarimiz kartil sistemasi ham bor ekan. Ko'rishlar mumkin, har 15 kilo, 17 kilo motorlardan ham bor, satellitli varianti, 5 satellit varianti ham bor. Kichkina mini kultiva sapar so'ragansiz, mini kultiva saparlarimizda ham bor. Barabamiz o'ngga ham, chapga ham aylantirishda farqi yo'q. Nima sizga mutlaqo tayinga yuboriladi. Kelasiz, barabamiz bitta aylantirasiz, nima sizga mutlaqo tayinga olib beramiz. Ko'rib turgan dreli, shurpa qo'yish, balgar kes kulishni olish, do'rtishni aparatis nima shunda qatnasa joyda olamiz, sizga ishlatib ko'rsatib beramiz. Kimga mana shu turdagi texnikalar qiziq bo'lsa, aytayotganda ekran pastga nomerini yozib qo'yapman. Bemalol aloqaga chiqishlar mumkin bo'ladi. Bundan keyingi qiziqroq video so'rash uchun obuna tugmasini bosib. Hayır, jonlar sog' bo'lsin. Bundan keyingi videoda ko'rishguncha.